Yevropaning eng chiroyli shaharlarini qanaqa qilib ko'rsa bo'ladi? Agar kruizga chiqmagan bo'lsangiz, siz hali sayohat nima ekanini bilmaysiz. Keling, men sizga tushuntirib beraman. Kruiz bu shunchaki kemada yurish emas. Bu Titanikdan ham 3 barobar katta bo'lgan suv ustida suzib yuradigan shahar. Antalya mehmonxonalarida 10 ta restoran bo'lsa, bu kemada 25 ta restoran ishlaydi. Nafaqat oshqozoningiz kengayadi, dunyoqarashingiz ham oshadi. Chunki Antalyada faqat Antalyani ko'rasiz. Bu yerda esa siz Rim, La Spezia, Savona, Marsel va Barselona kabi shaharlarga borasiz. 3 ta davlat, 5 ta shahar, 5 xil mentalitet bilan tanishasiz va bu shaharlarda ekskursiyaga ham chiqsangiz bo'ladi. Meni sayohatim Rim shahridan boshlandi. Kema Costa Toscana. Unga yaqinlashganimda bu kosmik kema emasmi degan xayol o'tdi. Eng zo'ri, siz har tong uyg'onasiz va xonangizdan yangi manzara, yangi shahar ko'rinadi. Kemada duty freedan tortib arzon narxda Armani, Louis Vuitton, Chanel kabi o'nlab brendli magazinlarni uchratasiz. Kemaning o'zi esa alohida dunyo. 6000 ta yo'lovchi, 1500 ta ekipaj, 25 dan ortiq restoran va kafelar, 4 ta basseyn, bolalar uchun alohida basseyn va zonalar, shoular, Tailanddagidek spa zonalar bor. Kechqurun esa alohida vibe, musiqa, konsert va jonli ijroli kafelar. Va kruiz hamma yoshdagi turistlarga to'g'ri keladi. Agar siz ham shunaqa kruizni his qilmoqchi bo'lsangiz, bizda Yevropa bo'ylab $500 kruizlar ham bor.